Qarshilab kelgan bo'lsa meni yo'q deb qo'ymoqchiman. Yangichilik var. Keldi olama. Ha, uy chiringlar uyga. Kim ekan? Voyal fikrlaringiz ketdi. Baxcham pul so'rab keldi. Pesarab kelib qolib bo'libdi. Pul lazım olmasa kelmaydi bu uyga paqasla. Sizdek oqsabalıqni unutilib qoladi. Boz al dükkanın icazesi bilen pulun bir evi tanıcıma. Maqulma. Bilgiç kocaga chiqamiz ishga kelin. Pesarab kelib qolaman, choy qo'yaman. Mas chiqib. Elim qayzirimiz bekchiq bizdan. O'zingizdan tutib olasizmi? Pul berib qolsangiz ishga kelimjilar deyishib qolmayli yana. Chiqamaqmi? Voy, ukam qanday ahvoling? Yaxshi aka, o'zim yaxshi tudingmi? Yaxshiman, ukam tinchlikmi? Yaqin yoz qandayroq ishlaring qandayroq qiladi-da? Yaxshi ukam, shu bak yaxshi bo'lib ketibman, ishlarim yo'qlab boramadim silnimi? Onam qanday turdi? Onam yaxshi. Ishlaring yaxshi aslan bo'libdi. Ha, bo'lib. Sen uy qaytib 6 oyda qolib ketamiz, mana shu qandayroq turgandi deb kelishimiz. Shu bak ishlarim yaxshi bo'lib ketib boramay qoldim. Endi uzun gapning qisqasi aka. Qo'limiz sal qisqolab qilib shu senda pul bormidi deb so'rab kelishimizda. Afkam, dukkan cho'ngaytgan degina, 200 pomponga. Liq mol besop ekanma. Jiq emas, 50 ming qo'y lazimdi. Mada qilifkam. 10 kun sil ketib turinglar, 10 kungacha men molni setib, top taxtga yagib o'tkazib o'tib, men bir xumboq avatib beraqanda. Hey! İsonda bato ma chimon chapini ma ba? Dadamdan. Ha. Ma dadamdan chapini. Sen bir kiyib baqa? Cho'nlab ketdi, bilan kildi hozir chapan. Men onamga o'xshaydim. Sen dadamga o'xshaysan. Sen kelsang bo'ladi. Ha. Anda ancha-muncha o'ychigan chog'da ma dadamning chapini kiyib chersa, onama dadamni ko'rgandek mana qo'shilib qoladi. Yarashdi mana. Yarashdi. Hoş esimni qilishcha burun apam tol dadamdan yanchiqqa pul sap qo'ydi. Desem sen mish chapandan yanchiqqa pul sap qo'yding-ku deymi? Voy, yo'q fikrim. Aqtur baqa. Ondan emas da. Nasıl pul var ki? Mayan çıktım belki. Yo'q. Rasketni qiysak aka. Sendan pul so'rab kelmadik. Hesapta şu sen öyle qaytmalı 6 ayda qolib ketdi. Anam senden bek ensire kütüptü şu bizni evetken. Anlaşla qaraganda dükkanınki ijarasını төлeyemepse, ol xalam apamna qulqığı badi şuna sana azraq pul evetken anam. Az olsun. Azraq yardım bo'lib qala. Rahmat fikirlarim. Hayla aka. Bu daim uvalcılık xasan, qiyinchilik xasan faqat demaykensin ya bizga. Biz shu qo'limiz pul qolmasa ya bir ish qilmoqchi bo'lib, mablag' solg'ach bo'lsa sana deydi ekanmiz. Sen ma'qul deb berdi ekansan. Bu sening yinon pul qolmay bir 5-10 kun chiqib biz qaytdi demay ekansan ya. Sen bizni urug'tiqana ko'rmamsan. Ha biz seni qirinishonjima. Bu da deyifkam. Bu da çokum değil. Ve ana. Ha akam bilan ko'rishdim. Sog' salomat turibdi. Ha sen bergan 200 ming pulni berdim. Ha ma'qul. Onamdan git bak. Ve ana. Balam qandarak ahvolingni yo'qlab ketding ya? Ana şu sel aldırışılıp kaldım. Meni yo'qlab kelmadan 6 oyning yoqi. Mening bir ko'gim keldi, sig'indim seni balam. Anan unda tashv etme bo'lmaydimi, unda qilma. İşlerin qandarak balam? İşlerim yaxshi ana. Yolg'on so'zlama, qiyin kun qopsa sen. Yalgan sözlemedim ana. İşlerim pek yaxshi. Dükkanını çoğayttım. Dükkandan pul evetdim, 70 mende yana babalam. Ana bu bekçik evet tutsa pul ne? Men hayatlan bo'lsam maydonni tek ko'tarib yashab balam. Ma'qul ana. Balam sen tez kun qolgan bo'lsang, yinib kelay men seni o'zim boqim balam. Ma'qul ana.
Ben buna çokum vaxtida baraman. Sen mi özünü asra ana?